Yaqin kunlarda sizni nimalar kutyapti? Lичный расклad uchun videosidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Yaqin kunlarda sizni nimalar kutyapti? Meros bilan bog'liq qandaydir sizda ruhiy tushkunlik holati bor. Bu meros mashina bo'lishi mumkin. Oilada otangizdan yoki qandaydir sizga qolishi kerak bo'lgan meros bilan bog'liq bu mashina yoki qandaydir sizga meros qolishi kerak bo'lgan narsa bilan bog'liq sizda ruhiy tushkunlik holati bor bo'lishi mumkin yaqin. Va bu yerda qandaydir ayol bilan emotsional ayol bilan yumshoq xarakterli ayol bilan hamkorlik yoki sheriklik, hamkorlik sizga yaxshi natija olib kelishi mumkin. Bu yerda juda ham ko'p ayollar tushyapti, juda ham ko'p. Balkim siz oilangizdagi bo'lgan ayollar bilan bog'liq qanaqadir gaplashmay qo'yishingiz mumkin, chunki sizni oila bilan bog'liq qandaydir stressli vaziyat kutyapti va qaysidir dugonangiz bilan bu narsani gaplashib, o'zingizni stresslaringizga yetishingiz mumkin. Oilangizdan bo'lgan onangizlar va opingiz yoki singlingiz, ko'proq opingiz bo'lishi mumkin. Opingiz onangizlar bilan bog'liq gaplashmayotgan, munosabat qilmayotgan holatda bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu narsani muhokama qilasiz o'rtog'ingiz bilan. Nima bo'lganini muhokama qilasiz. Va bu narsa sizni nimanidir aniqlashtirish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingizni anglab olishingiz uchun kerak bo'ladi. Bu muhokama qilayotgan vaqtingizda nimalarnidir anglashga yordam beradi bu gaplashish, muhokama qilish. Lekin qaysidir niyatingizga yetasiz. Bu inson sizga qandaydir maslahat beradi. Onangiz bilan munosabatingizni yaxshilashingiz sizga qaysidir maqsadingizga erishishda yordam beradi va otangiz bilan kutilmagan vaziyatni olib kelishi mumkin. Sizga maslahatim ota-onangiz bilan munosabatni yaxshilash, ayniqsa otangiz bilan munosabatni yaxshilashni maslahat beraman, chunki kutilmaganda qandaydir baxtsiz vaziyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizni bir umr ayblamasligingiz uchun otangiz bilan munosabatingizni yaxshilashni tavsiya qilaman.